Chigirtkalar uchun juftlashishdan keyingi voqealardan ko'ra dahshatliroq narsa yo'q deb hisoblanadi. Ma'lumki, ba'zi chigirtka turlarining urg'ochilari juftlashgandan so'ng erkagining boshini uzib tashlaydi. Biroq hasharotlar faqat bundan qo'rqmasliklari kerak. Chigirtkalarda yana boshqa o'ta dahshatli holatlar sodir bo'lishi mumkin. Siz Yovvoyi dunyo kanalidasiz. Bugun biz qurbonlarini xuddi qo'g'irchoqbozlar kabi boshqaradigan parazitlarning sirlarini ochamiz. Bu kabusning nomi qilchivo'lchang. Endi barchasini tartib bilan boshlaymiz. Daryo yoki hovuzga qo'yilgan tuxumlar barcha jarayonning boshlanishi hisoblanadi. Tuxumlar asta-sekin suv hasharotlari iste'mol qiladigan lichenkalarga aylanadi. Qilchivo'lchang lichenkasi uchun bu begona tanaga kirib, u yerda qattiq qobiq o'stirishning samarali usuli hisoblanadi. Hasharot tez orada voyaga yetadi, qanot chiqaradi va suvdan chiqadi. Lichenka parazit chuvalchangga aylanadi. Chigirtka bu chuvalchangni suvga yetkazib berishi shart, garchi u o'zini doim suvdan olib qochsa ham. Biroq qilchivo'lchang chigirtkaning miyasiga ta'sir o'tkazadi va quyidagi holat yuz beradi. Chigirtka suvga tushishi bilan qilchivo'lchang darhol tanasidan chiqib, ko'payish va yangi tashuvchilarni izlash uchun suzib ketadi. Shu sababli chigirtkaning rivojlanishi butunlay to'xtaydi. U endi na o'sishni, na ko'payishi mumkin. Qilchivo'lchang chigirtka suvga yetguncha uni hech kimga yeb qo'ymasligi uchun uni juda ehtiyotkor bo'lishga majburlash kerak. Masalan, chigirtkalarni sverchuk, ya'ni chiqillatmaslikka majbur qiladi. Chunki bu tovushlar yirtqichlarni jalb qilishi mumkin. Qizig'i shundaki, chuvalchangning tashuvchi ichiga o'lchami o'zgarmaydi, ba'zan esa kamayishi mumkin. Chigirtkalar rivojlanishidan to'xtaganligi sababli ularning ko'rinishi voyaga yetganlarga unchalik o'xshamaydi. Zararlangan hasharotlarning oyoqlari va qanotlari zararlanmaganlarnikiga qaraganda qisqaroq bo'ladi. Chuvalchang chiqqanidan so'ng chigirtka bilan nima sodir bo'ladi? Ba'zilar darhol cho'kib ketishi mumkin, boshqalari esa normal holatga qaytib yashashni davom ettiradilar. Ular faqat chuvalchangning o'zi chiqib ketishini kutishlari kerak. Masalan, Elysia marginita deb ataluvchi qorin oyoqli mollyuska bunday vaziyatda nima qilish kerakligini yaxshi biladi. Bu usul g'alati tuyulishi mumkin, ammo mollyuska shunchaki tanasini tashlab yuboradi. Mollyuskadan faqat parazitlar yetib bormagan boshi qoladi. Bir necha kundan so'ng tana o'sib chiqadi va 3 hafta ichida mollyuska 80% gacha tiklanadi. Parazitlar bunday usullarni qanday amalga oshirishini tushunish uchun hatto maxsus yo'nalish neyroparazitologiya yaratilgan. Barcha sir miyaning murakkab kimyosida. Hozircha o'rganilmagan ba'zi moddalar tashuvchining neyron mexanizmlariga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi moddalar yordamida qurbonni o'simlikka ko'tarib, qotib qolishga majbur qilishi mumkin. Umuman olganda, bu kimyoviy moddalarning ishlash mexanizmi hali ham aniq emas. Ammo olimlar o'z tadqiqotlarini davom ettirmoqda. Masalan, siz sakulina qisqichbaqasimon haqida eshitganmisiz? Bu kimyoviy moddalarning ta'siri shu qadar kuchliki, ularning siri hanuzgacha ochilmagan. Biror jonzotning boshqasini to'liq bo'ysundirishi va uni tanib bo'lmas darajada o'zgartirishi buni ochiqchasiga istaydigan haqiqiy sirdir. Sakulina parazit qisqichbaqasimon. Sakulina turi hisoblanadi. Bu Rhizocephala infractus klassikasiga mansub bo'lgan parazit qisqichbaqasimon, ya'ni o'simta oyoq bo'lib, u faqat o'zining mezboni qisqichbaqalar, krablar ichida parazitlik qiladi. Bu parazitning hayot shakli juda g'ayrioddiy bo'lib, juda dahshatli hisoblanadi.
Qisqacha ma'lumot. Tasnifi parazit qisqichbaqasimon, dengiz qisqichbaqalari ya'ni krablar. Kimyoviy yo'l bilan mezbonning xulq-atvori va fiziologiyasini to'liq nazorat qiladi. Parazitlik jarayoni 3 ta bosqichdan iborat: birikish, ildizli tarmoq va reproduktiv qism. Birikish qismiga keladigan bo'lsak, sakulina qisqichbaqaning tashqi qismiga, odatda eng himoyasiz joyiga birikib oladi. Ildizli tarmoq birikganidan so'ng sakulina o'zining tanasining asosiy qismini ildizlarga o'xshash tarmoqni qisqichbaqaning ichiga, hatto uning boshiga ham o'tkazib, uning barcha hayotiy organlarini bo'ylab yoyib yuboradi. Reproduktiv qism qisqichbaqasimonining tashqarisida esa sakulinaning reproduktiv a'zosi, ya'ni urug'li sumkaga o'xshash paydo bo'ladi. Sakulina qisqichbaqani butunlay o'ziga bo'ysundiradi va uning hayotini tubdan o'zgartiradi. Ko'payishini to'xtatadi. Qisqichbaqa endi o'z turlaridan ko'payish qobiliyatini butunlay yo'qotadi. G'amxo'rlik. Parazit o'z mezbonini jinsiy a'zosiga enaga bo'lishiga majbur qiladi. Xulq-atvor o'zgarishi. Qisqichbaqa erkak bo'lsa, sakulina uni urg'ochi kabi xatti-harakat qilishga, jumladan parazitning tuxumlarini himoya qilish uchun tozalashga va qanotlari ostida saqlashga majbur qiladi. Shunday qilib, sakulina qisqichbaqaning barcha energiyasini o'zining ko'payishiga yo'naltiradi va uni tirik inkubatorga aylantiradi. Neyroparazitologik